Futbol o'lyapti. Uni Real Madriddek jamoalar o'ldiryapti. Futbol bir paytlar haqiqiy kurash, raqobat va adolat ustida qurilgan edi. Lekin bugun esa kuchlilar yanada kuchli bo'lib, boshqalar faqat tomoshabin bo'lib qolmoqda. Real Madrid yana bir super jamoa yaratmoqda. Mbappe, Alaba, Rudiger, endi esa Trent Alexander-Arnold barchasi tekinga kelmoqda. Madrid jozibasi, kuchi va pullari tufayli eng yaxshi futbolchilarni o'ziga jalb qilmoqda. Lekin bu boshqa jamoalar uchun nimani anglatadi? Liverpool Trentni o'stirdi. Ishondi, lekin oxir-oqibat uni Real Madrid tekinga olyapti. Bavariya esa Alaba bilan yillar davomida chempionliklar yutdi, lekin u ham oxir-oqibat Madridga ketdi. PSG esa Mbappeni dunyodagi eng qimmat futbolchiga aylantirdi, lekin endi u ham ularning yillar davomida bergan milliardlarni ortga qaytarmasdan Madrid tomon oshiqdi. Bu aslida adolatdanmi? Kichik klublar allaqachon yulduzlarini boylarga sotishga majbur bo'lib qolgan. Endi esa hatto yirik klublar ham boy klublar oldida ojiz. Madrid istasa eng yaxshilar tortib oladi. Futbol bunday emas edi. Ilgari har bir jamoaning imkoniyati bor edi. Yulduzlar turli ligalarda porlardi. Endi esa hammasi bir joyda to'planmoqda. Futbolni kuchli emas, raqobat va ehtiros go'zal qilardi. Hozir esa futbol shunchaki pul o'yiniga aylanib bormoqda. Boshqa klublar nima qilsin? Ular Real va boshqa boy klublar akademiyasiga aylanib qoladimi? Shu holatda futbol qayergacha boradi? Fikrlaringiz qanday? Shu tartib davom etsa, futbolning kelajagi qanday bo'ladi?